Assalomu alaykum. Aplastik anemiya bu pansitopeniya, ya'ni qon hujayralarining barchasi sonini kamayishi bilan boruvchi kasallikdir. Shuning uchun aplastik anemiyada anemiya, ya'ni eritrotsitlar sonining kamayishi, lekotsitopeniya, ya'ni lekotsitlar sonining kamayishi, trombotsitopeniya, ya'ni trombotsitlar sonining kamayishi bir vaqtda kuzatiladi. Bu holat turli sabablarga ko'ra yengil darajadan og'ir darajagacha o'zgaradi. Qon hujayralari tananing suyak sistemasida, asosan chanoq suyaklari, qovurg'alar va to'sh suyagidagi gemopoyez deb ataladigan jarayon orqali ishlab chiqariladi. Bu jarayon suyak ko'magidagi, ya'ni suyakning ichki qismidagi gemopoyetik o'zak hujayralaridan boshlanadi. Bu hujayralar qonda topilgan har xil turdagi hujayralar uchun o'zak hujayra bo'lib xizmat qiladi. Dastlab gemotsitoblastlar deb nomlanadigan gemopoyetik o'zak hujayralar boshlang'ich limfoid va boshlang'ich mieloid hujayralarga aylanadi. Boshlang'ich limfoid hujayralar limfoblastlarga aylanadi. Limfoblastlar esa keyinchalik T limfotsitlar, B limfotsitlar va tabiiy killer hujayralar kabi ba'zi oq qon hujayralariga aylanadi. Boshlang'ich mieloid hujayralar eritrotsitlar, megakaryotitlar va mieloblastlarga bo'linadi. Megakaryotitlardan trombotsitlar kelib chiqadi. Mieloblastlardan esa monotsitlar, neytrofil, bazofil, eozinofil kabi boshqa oq qon hujayralari hosil bo'ladi. Aplastik anemiyaning eng keng tarqalgan sababi bu gemopoyetik o'zak hujayralarining autoimmun zararlanishidir. Ushbu jarayon mexanizmi hali to'liq o'rganilmagan, lekin tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, genetik kasalliklar, radiatsiya yoki toksinlar kabi atrof muhit omillari ta'siridan keyin gemopoyetik o'zak hujayralarida immunologik o'zgarishlar yuzaga keladi. Bu holat natijasida gemopoyetik o'zak hujayralari organizmni o'zi uchun begona bo'lgan antigenga ega bo'lib qoladi. Organizmning immun tizimi bu antigenlar bilan birga o'zak hujayralarni ham yo'q qilishga yo'naltiriladi. Organizmning immun tizimi o'zak hujayralarini yo'q qilganidan so'ng bir nechta asoratlar paydo bo'ladi. Misol uchun eritrotsitlar soni kamayganligi tufayli to'qimalarning kislorodga bo'lgan ehtiyoji qoldirilmaydi. Natijada yurak ishlashi qiyinlashadi va bu esa ko'krakda og'riqlar paydo bo'lishiga, nafas qisilishiga olib keladi. Trombotsitlar soni kamayishi eng kichik shikastlanishlar va shilliq qavatlardan qon ketish xavfini oshiradi. Oq qon hujayralar sonining kamayishi bu umumiy infeksiyalarga qarshi kurasha olmasligi natijasida sepsis yuzaga keladi. Hozirgi vaqtda aplastik anemiyaning ko'p sabablari bor, lekin bu kasallik ko'pincha idiopatik, ya'ni aniqlanmagan sabab tufayli kelib chiqadi. Aplastik anemiyaning aniq sabablariga nurlanish va toksinlar kabi atrof muhit omillari, dorilardan kimyoterapevtik vositalar, tutqanoqqa qarshi dorilar, yallig'lanishga qarshi dorilar, misol uchun indometotsin, antitiroid dorilardan, masalan, propiltiauratsil, metilmazol, antibiotiklardan xloromfenikol, sulfanilamid kiradi. Epstein-Barr virusi va OIV kabi yuqumli agentlar, klonal va genetik kasalliklar ham aplastik anemiyaga olib keladi. Aplastik anemiya bilan bog'liq eng keng tarqalgan genetik kasallik bu Fanconi anemiyasidir. Bu holat pansitopeniya, malignizatsiya, ya'ni o'smaga moyillik, bo'y pastligi, mikrotsefaliya rivojlanishi, rivojlanishning ortda qolishi, kafeauloid teri lazionlari, bosh barmoqning yo'qligi yoki kichikligi kabi patologik jarayonlarni keltirib chiqaradi. Aplastik anemiya alomatlarida qizil qon hujayralari soni kamayishi tufayli charchoq va teri rangini oqarishi, trombotsitlarning sonini kamayishi tufayli shilliq qavatdan qon ketishi va petehiyalar kuzatiladi. Oq qon hujayralari sonini kamayishi tufayli takroriy infeksion holatlar kelib chiqadi. Aplastik anemiyaning tashxisini qo'yishda bir vaqtda hujayralar sonining pastligi lekotsitopeniya, trombotsitopeniya anemiyaga asoslaniladi. Eritropoetin yoki EPO darajasi ortadi. EPO bu buyrak ishlab chiqaradigan gormondir. U gemopoyetik o'zak hujayralarining o'sishini va yangi qizil qon hujayralari hosil bo'lishini ta'minlaydi. Aplastik anemiyada kerakli miqdorda qizil qon hujayralarini ishlab chiqarish uchun gemopoyetik o'zak hujayralar yetarli emas. Shuning uchun kompensatsiya qilish maqsadida ko'proq EPO ishlab chiqariladi. Shuningdek, retikulyotitlar soni ham kamayadi. Retikulyotitlar bu yosh eritrotsitlar bo'lib, ularning kamligi eritrotsitlar ishlab chiqarilishi kam ekanini ko'rsatadi. Trombotsitlar sonining kamayishi tufayli qon ketish vaqti oshishi mumkin.
Aniq tashxis qo'yish uchun suyak iligi biopsiyasi talab qilinadi. Gemopoietik o'zak hujayralari soni kamligi bilan bir vaqtda normal hujayraning morfologiyasi saqlanadi. O'sma va fibrozga o'xshash morfologik o'zgarishlar bo'lmaydi. Hujayralar soni kam bo'ladi. Bu esa bo'sh suyak ko'migi yoki quruq jo'mrak deb ataladi. Aplastik anemiyani davolash asosan bemorning yoshiga, shuningdek, klinik tarixiga bog'liq. Agar bu holat dori yoki toksin tufayli kelib chiqqan bo'lsa, bu moddalar yoki ta'sirlar zararlangan odamdan darhol olib tashlanishi kerak. 50 yoshgacha bo'lgan odamlar uchun birinchi qatorli terapiya bu o'zak hujayralar transplantatsiyasidir. 50 yoshdan oshganlarga esa birinchi navbatda immunosupressiv terapiya maqsadida siklosparin, glyukokortikoidlar, shuningdek granulyotsitlar koloniyasi stimullovchi omil kabi gemopoyezni rag'batlantirishga yordam beradigan dorilar qo'llaniladi. Og'ir holatlarda qon quyish kerak bo'ladi. Xulosa: aplastik anemiya bu gemopoietik hujayralarning autoimmun zararlanishidan kelib chiqadigan pansitopeniyaning shaklidir. Eritrotsitlar sonining pastligi natijasida to'qimalar kislorodga bo'lgan ehtiyoji bajarilmaydi. Oqon hujayralarining pastligi infeksiyalarga sezuvchanlikni oshiradi. Trombotsitlar sonining pastligi mayda shikastlanishlar va shilliq qavatlardan qon ketish xavfini oshiradi. Ko'pincha aplastik anemiya dorilar, toksinlar, viruslar va irsiy kasalliklar sababli kelib chiqadi. Davolashda o'zak hujayralari transplantatsiyasi yoki immunosupressiv terapiyadan foydalaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yo'l qo'yilgan ko'plab xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatulloh.